Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana aktivist jamoasini o'zbek tili haqida bergan fikrni ko'rdilaringiz. Ko'rmagan bo'lsangiz ko'ringizlar. Ajoyib fikr bildirgan. Uni kommentariyasiga o'zbek tiliga qarshilar ko'p yozgan. Bizlar ko'p millatli davlatmiz, bunday. Mayli, ko'p millatlimiz, lekin Rossiya ham ko'p millatli davlat. Nimaga hamma rus tilida gapiradi? Nemis ham, Amerika ham ko'p millatli davlat. Hammasi nima? Amerikaga borsangiz ingliz tilida gapirasiz. Nimaga Germaniyaga borsangiz nemis tilida gapirasiz. Qozog'istonga borsangiz qozoq tilida gapirasiz. Qozog'istonlik bilan masalan nima uchun O'zbekistonda o'zbek tilida gapirmaslik kerak? O'zbek tili birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Bir ikkita o'zimizda o'zbeklar ham minadi, taksi qilaman. Rus tilida gapiradi, biz yevropeyskiy oilada tug'ilganmiz, shuning uchun rus tilida gapiramiz deydi. Yevropeyskiy oila bo'lasizmi, amerikanskiy oila bo'lasizmi, ruskiy oila bo'lasizmi? Uyingizda, yevropeyskiy oilangizda gaplashishingiz mumkin. Ruscha gaplashishmi, inglizchami, lekin jamoat joyda o'zbek rus tilini yo ingliz tilini bilmaydigan inson bilan albatta o'zbek tilida so'ragan payt o'zbek tilida javob berishingiz yoki o'zbek tilida savol berishingiz kerak. Hech qachon o'zbek tili ikkinchi pog'onada emas, birinchi pog'onada. U kuni bir koreyalik 4 ta qizni kutib oldim aeroportda. Yosh qiz birinchi marta kelayotgan ekan. Assalomu alaykum deb o'tiryapti, o'zbekcha gaplashyapti men bilan. Oldin ham kelgansizlarmi desam, yo'q dedi. Birinchi kelishimiz o'zbek tilini o'rganib keldik dedi. Qiynalmaslik uchun deb men o'rtada ruscha qo'shib yuboryapman. Ular ruscha qo'shmayapti. Ular rus tilini bilmaydi. O'zbek tilini shunday chiroyli gapiryapti. Bir qozoq yigit aytayapti. Men deydi, aktivistni ko'rdim deydi. O'zi o'zbekistonlik qozoq yigit, uyda qozoqcha gaplashamiz, lekin hamma deydi jamoat joyda mana siz bilan gaplashayotganda boshqa joylarda o'zbek tilida gapirish kerak deydi. Aktivistni qo'llayapti qozoq yigit. Malades, Alloh rozi bo'lsin. O'shanda to'g'ri turkiy davlatlar bilan bizlar tarjimonsiz gaplashishimiz mumkin, lekin qolgan rus tilida, ingliz tilida, fransuz tilida gapiradigan insonlar albatta O'zbekistondami o'zbek tilida gapirish kerak. Biz Rossiyaga borganmiz. Rossiyada kim Rossiyaga borgan bo'lsa, biladi, yaxshi biladi. Rus tilida imtihon topshiramiz. Rus tilida aeroportdan tushgandan boshlanadi. Nimaga kelding? Rus tilida javob berish kerak. Rus tarixi haqida gapirishimiz kerak, javob berishimiz kerak. O'shanda O'zbekistonda ham o'zbek tili birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Like'ni bomba bosamiz, kommentariyalar qoldiramiz. Turkiston deganlar, davay, bosamiz gaziga. Turkiston birikamiz. Turkiy davlatlar bitta alfabetda o'rta